Assalomu alaykum. Keling. Kechirasiz. Nima xizmat? Bitta iltimosim bor edi. Xo'p, bemalol. Shu qizim Qur'on kitobni yaxshi ko'radi. Mashalloh. Lekin bizning uyimizda Qur'on kitob yo'q. Qur'on o'qiyman deyapti. Yaxshi-ku. Lekin meni pulim kam. Mana, bor pulim mana shu. Agar xo'p desangiz, 3 oyda bo'lib qaytaraman. Qizim, mabodo sening isming Hadicha emasmi? Ha, Hadicha. Subhanalloh. Hadicha, bilasanmi? Shu do'kondagi barcha kitoblar seniki. Sen tufayli bugun tushimga payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirdilar va dedilarki, seni do'koningga Hadicha tashrif buyuradi va sen unga bir Qur'on kitob sovg'a qilasan dedilar. Xohlasang mana shu do'kondagi barcha narsalar seniki. Sen juda ham barakali qiz ekansan.